bo'lsa mana shunaqa bo'lishi kerak. Hozir mahallasiga ham to'xtalib o'tamiz. Hamma uyni ko'ringlar. Lekin zo'r chiqibdi uylari. Gap bo'lish mumkin emas. Olgan odam вообще mazza qilib yashaydi. Xo'p, 3 sotuv maydonga ega, fasad qismi toza travertindan qilingan. Mahallasiga keladigan bo'lsak, biz Yunusobod tumanida o'z menimcha bitta bo'lsa kerak bunaqa mahalla, yopiq territoriya joylashgan, Bobo dehqonda. Bunaqa hovlilarimizdan 5 ta yonma-yon tushgan. Hozir men shulardan bittasini sizlarga ko'rsatyapman. Xohlasanglar 2 ta yonma-yon olasizlar, xohlasanglar 3 ta yonma-yon olasizlar, 4 ta yonma-yon olsanglar bo'ladi. Yaqinlarga, aka-ukalarga shu videoni tashlab qo'yasiz. Sirazu uyimizni to'liq bitgan holda hozir men bir ko'rsatib chiqaman. Kirishda mashina qo'yish uchun joy вообще bemalol. Bu yerda yozgi oshxonasi qilingan, полностью toshdan qilingan. Hop, bu yerda sanuzul tashlangan va kotelning qismi mana shunaqa hovliga ko'chirtirilgan, podvalda joylashmagan. Podvalimiz juda ham katta podval. To'liq podval qilingan mana shu uyga tegi. Hozir albatta ko'rib ketamiz sizlar bilan. Lekin uyga gap bo'lish mumkin emas. Mahallasiga отдельно baho berib qo'yasizlar. Agar bu joylarni bilmaganlar bo'lsanglar, menga telefon qilsangiz lokatsiya tashab beraman. Ko'rasizlar. Yopiq territoriya, begonalar umuman kirmaydi, faqat yashovchilar kiradi. Охраняемая zona. Xo'p, fasadlarni ko'rdik, ketdim, ishlarni ko'rib ketamiz. Endi uy ichini ko'ramiz. Ishoninglar, menimcha hammaga yoqadigan stilda qilingan. Eng glavnisi juda ham sifatli qilingan. Attachetalar hammasi italyanskiy qilingan ekan. Bu yerda hol qismi panoramli oyna qilingan, hovliga qaragan. Prixojida mebellar ham qilingan. Lekin boplab qo'yishdi remontni. Juda ham zo'r chiqqan. Bu yerda oshxona qismi. Mebellar va texnikalar ham qo'yilgan. Oshxonadan bo'lsa panoramli oyna shundoq hovliga qaraydi. Hovli ham rosa chiroyli chiqqan. Xo'p, pollarni ham eng qalin qo'yganman dedilar, eng zo'rdan. Xullas sifat darajasi yuqori. Bu yerda mana общий sanuzul birinchi etaj uchun va birinchi etaj uchun spalniya xonasi. Mana shunaqa ko'k rangda qilingan emulsiyasi. Bu yerda qarang, mana oyna orqa hovliga qoldirilgan. Havo aylantirish uchun zo'r. Eshiklar ham ko'rinib turibdi, juda ham sifatlilarini qo'yganlar. Plus arzon narsani o'zi yo'q bo'ldi. Hamma narsa zo'rlar qo'yilgan, xudo xolisa. Bu yerda mana zal qismi. Qaranglar. Katta degan lekin zali. Mana bular полностью venetsanka qilingan, polirovka qilingan, hammasi italyanskiy. Такой богатый стиль, lekin menga rosa yoqdi. Endi mahallasi ham zo'r. O'zi Bobo dehqonda bunaqa yopiq territoriya, Yunusobodda mana shu yopiq territoriya bitta shotda bo'lsa kerak. Podvalga keladigan bo'lsak, podvalimizni to'liq juda ham katta podval qilingan. O'zingizlar xohlasanglar bemalol xonalarga bo'lib tashlasanglar bo'ladi. Katta podvalligi katta plyusni bo'laman. Qani endi ketib sizlar bilan ikkinchi etajni ko'rib ketamiz. Ikkinchi etajga chiqib qurish. Xo'p, ikkinchi etajda общий xonalar soni 3 ta va sanuzul 2 ta bo'lyapti. Chiqishimizda katta keng hol qilingan va 2 ta panoramli oyna qilingan. Ikkalasidan ham balkonga chiqsanglar bo'ladi. Mahallani qaranglar. Endi mahallasi zo'r, haqiqatan. Yopiq territoriya bo'lgani juda ham tinch mahalla. Hozir davайте sразу master spalni ko'ramiz. Spalni xonasi. Bu yerda ham panoramli oynalar qilingan. Bu spalni ichida отдельный garderob uchun joy ajratilgan va sanuzul ham bor. Pollarni aytib o'tdim, zo'rlari terilgan. Xullas, umuman pul ayalmagan, realniy sifatli hovlilardan bittasi. Bu yerda mana общий sanuzul, vanna qilingan bu yerda. Keyingi spalni xonamiz. Takoy yashil ottankada qilingan. Zo'r. Va oxirgi spalni xonamiz bu yerda. Bunisi kattaroq. Rangli zo'r tanlangan. Ko'rinib turibdi, yaxshi narsa ishlatilgani. Kesinglar, sizlarga ham rosa yoqadi deb o'ylayman hovlimizni. Bu hovlida yonma-yon bemalol aka-ukalar, tanishlar, og'aynilar bo'lsa, mana bemalol kelib, yoqqanlarini tanlab olsanglar bo'ladi. Narx-navolarni, men informatsiyasini hammasini описаниеda qoldiraman. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. Liboy payt
hammamizga mana shunaqa yangi zo'r fayzli mahallada uylar nasib qilsin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar.